Alloh taologa hamd sanolar va uning oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom va salovat va durudlar ila bugunlik yana bir muborak mohi sharifi Ramazonning yana bir kechki suhbatini boshlar ekanmiz. Bugun o'rganadigan, ko'radigan mavzuyimiz qo'shnichilik haqlari to'g'risida to'xtalib o'tishlikka harakat qilamiz. Ma'lumki, dinimizda qo'shnichilik haqlariga rioya qilishlik muhim ishlardan hisoblanib, zero insonlar o'rtasida o'zaro mehr-oqibat rishtalarini mustahkamlashishida qo'shnilarning o'rni beqiyosdir. Islomda qo'shnichilik haq-huquqlari deganda qo'shnilarning bir-birlariga nisbatan majburiyatlari tushuniladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ota-ona, qarindoshlar, yetim va miskinlarga, shular qatori qo'shnilarga ham yaxshilik qilishlikka buyuradi. Allohga ibodat qilingiz va unga hech narsani sherik qilmangiz. Ota-onalarga esa yaxshilik qilingiz. Shuningdek, qarindoshlar, yetimlar, miskinlar, qarindosh qo'shni va begona qo'shni, yoningizdagi hamrohingiz, yo'lovchi, musofirlarga va qo'l ostingizdagi qaramlarga ham yaxshilik qiling deb Alloh taolo Niso surasida marhamat qildi. Mana shu oyatning o'zi musulmon kishining islom dinida, ya'ni bu hayoti dunyoda mu'min musulmon bo'lib yashashligiga doir bir darsni o'zi mana shu bir oyatning o'zi berib qo'ygan. Alloh taolo mana shu oyat bilan biz sizga oddiy bir hayot guzaronlik, ya'ni mu'min musulmonchilikning ta'limotini bermoqda. Ya'ni bunda Allohga ibodat qiling deb birinchi ta'limoti Allohga ibodat qiling deb Alloh buyuryapti va unga hech narsani sherik keltirmang, ya'ni Allohni yakka deb biling. Ota-onalarga yaxshilik qiling. Allohga ibodat qilishlikdan so'ng Alloh taolo ota-onalarga yaxshilik qilmoqlikni biz sizga buyurib ta'limotini bergan ekan. Hop, bitta chiroqlarimizni yoqamiz. Qo'shnilarning martabalari haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilar ekanlar. Ya'ni qo'shnilar 3 xil bo'ladi deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Birinchisi bitta haqqi bo'lgan qo'shni. Bu qo'shnining haqqi eng oz darajada bo'lgan toifadir. Keyingisi esa ikkita haqqi bo'lgan qo'shni, yana biri 3 ta haqqga ega bo'lgan qo'shni. Bu qo'shnilarning haqqi eng ko'p bo'lganidir. Bittasi haqqa ega qo'shni, bu o'rtada qarindoshchiligi bo'lmagan qo'shni, g'ayridin bo'lgan qo'shnidir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam 3 xil toifadagi qo'shnini biz sizga ta'limotni beryaptilar. Ya'ni u qo'shnilarning biz sizga haqlari. Qo'shnining haqqi to'g'risida Alloh taolo oyati karimalarda biz sizga ta'lim berdi. Ya'ni bildikki, yuqorida Alloh oyatda aytdiki, ya'ni ta'lim berdiki, biz sizga Allohni yakka deb biling, Allohga ibodat qiling. Allohga ibodat qilganingizdan so'ng ota-onalaringizni xizmatini qiling va undan keyin Alloh taolo qo'shnilarning haqqini eslatib o'tdi. Ya'ni ulardan keyin qo'shnilarning haqlarini ado etmoqlikni biz sizga ta'limotini Qur'onda Alloh taolo berib o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislariga endi nazar soladigan bo'lsak, payg'ambar alayhissalom 3 xil toifadagi 3 ta haqqi bor qo'shni haqida to'xtalib o'tdilar. Ya'ni uning birinchisi musulmon bo'lmagan g'ayriddin qo'shni. G'ayriddin bo'lsa-da payg'ambar alayhissalom uning sizga haqqi borligini aytayaptilar. Ya'ni bu haq faqatgina qo'shnichilik haqqi. Ikkinchisi qarindosh bo'lmagan musulmon qo'shni. Endi bunaqa qo'shniga ikkita haq bo'ladi bizning bo'ynimizda, ya'ni uning qo'shnichilik haqqi bilan birgalikda musulmonchilik ham haqqi. Endi 3-chi toifadagi qo'shni shunday ekanki, musulmon va qarindosh bo'lgan qo'shni. Endi unga 3 ta haq bor.
Birinchisi qo'shnichilik haqqi, ikkinchisi musulmonchilik haqqi, uchinchisi qarindoshchilik ham haqqi borligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim berdilar. Bunday qo'shnilarning haqqi uch tomonlama sobit bo'ladi. Qo'shnichilik haqqi, musulmonlik haqqi va qarindoshlik haqqi. Islomda qo'shnichilik majburiyatlari juda ko'p ta'limoti berilib, ammo barchasi quyidagi 4 ta asosga sobit bo'lgan ekan. Ya'ni bu asoslar, birinchisi qo'shniga ozor bermaslik va aziyat yetkazishlikdan tiyilish ekan. Qo'shniga ozor yetkazish shariatimizda qattiq qoralanadi. Bu Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday degan ekanlar: Allohga qasamki, mu'mini komil bo'lmaydi. Allohga qasamki, mu'mini komil bo'lmaydi. Allohga qasamki, mu'mini komil bo'lmaydi deb Rasululloh aytdilar. Va buni eshitib turgan sahobiylar so'radilar: "Ya Rasululloh, kim mu'mini komil bo'lmaydi?" deganlarida payg'ambar alayhisalom so'zlarini davom ettirib, qo'shnisi uning ozor va yomonliklaridan omonda bo'lmaydigan kimsa deb aytgan ekanlar. Imom Muslim rivoyatlarida esa qo'shnisi uning ozor va yomonliklaridan omonda bo'lmaydigan kimsa jannatga kirmaydi deb ham aytganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan yana bir hadisda quyidagicha aytiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki: "Ya Rasululloh, falon ayol kechasi bilan namoz qoyim qiladi, kunduzi nafil ro'zalarni tutadi, yana boshqa falon bir yaxshiliklarni qiladi, sadaqotlar beradi, lekin tili yomon. Tili bilan qo'shnilarga doim ozor berib yuradi" deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolda yaxshilik yo'qdir, u do'zaxdadir degan ekanlar. Shunda yana Rasulullohdan so'radi: "Ya Rasululloh, yana bir ayol borki, uning yonida unisi bo'lsa farz namozlarni o'qiydi, kiyimlaridan, narsalaridan sadaqa qiladi, ammo biror kishiga ozor bermaydi" deyishganda Rasululloh aytdilarki, ana shu ayol jannat ahlidandir degan ekanlar. Biz shundoqki, ya'ni bu hadisdan qanchalik inson yaxshiliklarni qilsa, ibodatlarda bo'lsa, yaxshi amallarda sobit bo'lsa-yu, lekin tilidan, qo'lidan qo'shnilari ozor topadigan bo'lsa, unday kishilarga yaxshilik yo'qligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim berdilar. Mazkur hadis-i sharifda qo'ni qo'shnilarga ozor bermaslik, ularni hurmatlarini saqlashlik naqadar bir zarur ish ekanligi biz sizga ta'limoti berildi. Ikkinchisi qo'shnini himoya qilish. Qo'shnini himoya qilish haqida mazhabboshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi davrlaridagi bir voqeani eslashning o'zi kifoya qiladi. Imom Azam rahmatullohi alayhini bir qo'shnilari bo'lar ekan. Ichuvchi kishi. Doim har kuni ichib kelar ekanda, uyiga kelgandan keyin dod faryod solar ekan, vag'ur-chavur, so'kinishlar, urush, janjal, xullas kechasi bilan faqat dodvoy qilib chiqar ekan. Bu kunisi ham shu ahvol, kunduzi borib qayerdandir ichib keladi-yu, kechqurun yana ana shu ahvol, kechasi bilan dod solib chiqar ekan. Imom Azam rahmatullohi alayhi biron marta o'shani uyiga o'tib baqiryapsan, meni bezovta qilyapsan degan emaslar. Uning mana shunaqa bir yomonliklariga sabr qilib yurar edilar. Nogahon kunlarning birida Hazrat kechalari bilan ibodat qilardilar, kitob yozardilar, ilm olardilar, ilm o'rganardilar. Bir kuni kechqurun jimda qo'shnining ovozi chiqmayapti. Baqir-chaqir yo'q, janjal yo'q, hech nima yo'q, jim. Ertalabgacha shu hol davom etdi. Ertalab bomdod namozini o'qib bo'lganlaridan so'ng Imom Abu Hanifa qo'shnining uyiga o'tdilar va qo'shnini holidan xabar olmoqlik uchun, uni nima uchun jim bo'lib qolganligidan xavotir olib uni uyiga o'tib so'rasalar, shu bir kun oldin ichib
ko'chada qayergadir bir janjallashib qolgandan so'ng uni ushlab olib borib qamab qo'yishgan ekan. Imom Abu Hanifa buni eshitib darhol o'sha paytdagi hokimning, qozining oldiga bordilar va qo'shnilarini haqqini so'radilar va u juda yaxshi kishi, bir marotaba uzr qilsangiz degan bir iltimosnomani qilib qo'shnini zindondan olib chiqib uylariga keltirdilar. Uylariga keltirib qo'ydilar. Shunda o'sha ichib yuruvchi kishi Imom Abu Hanifani bu qilgan ishlaridan hayron bo'lib, hayratda qolib, ya'ni shunchalik ozor bersa-da, har kuni o'zining janjallari bilan, ichib kelishliklari bilan shunchalik yomonliklar qilgan bo'lsa-da, Abu Hanifa radhiyallohu anhu shu qadar unga mehribonlik qilganliklarini ko'rib, qalbi iymon nuriga to'lib, u kishini shu qilgan amallari sabab iymonga kirib, ichishlikni tashlab, xayrli amalga, ibodatga o'shandan keyin sobit bo'lgan ekan. Qarang, bir yaxshi amal bilan inson o'zga insonni to'g'ri yo'lga, yaxshilikka boshlashligi mumkin ekan. Buni biz sizga Abu Hanifa rahmatullohi alayh ta'limotini berganlar. Bas shundoq ekanki, biz sizga bu ta'limot, bu katta darski yomonlik qilganga ham hol va qudrat yaxshilik qilmoqlik darkorligini va mana shu yaxshiliklar ortidan u kishilar yaxshilik yo'liga kirishligi mumkinligini ta'limoti berilyapti. Zero payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ham o'zlarini xulq atvorlari bilan qanchadan qancha mushrik bo'lgan yoki nasroniy bo'lgan, yahudiy bo'lgan, qanchadan qancha o'zga dinlarga ibodat qilib yurganlarni Rasululloh o'zlarini xulq atvorlari bilan islomga chaqirganlari, islomga kirishligiga sabab bo'lganlarni biz tarixdan juda yaxshi bilamiz. Alloh taborak va taolo barchalarimizni ham mana shunday bir chiroyli amallarda sobit bo'lishligimizni, qo'shnilarimizga ham doim holidan xabar olib yaxshiliklar, yaxshilik qo'lini uzatib yuruvchi bandalardan bo'lishligimizni Alloh taolo barchamizga nasib aylasin. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar